Yoshlar jamiyatning eng faol va tashabbuskor qatlami hisoblanadi. Ularning ta'lim olishi, kasb egallashi, bandligini ta'minlash va o'z g'oyalarini amalga oshirishi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar mamlakatning kelajakdagi taraqqiyotini belgilaydi. Shu bois bugungi yoshlar bilan birga ishlash, ularning fikr va takliflarini eshitish, muammolarini bevosita o'rganish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Nurafshon shahrida tashkil etilayotgan ochiq muloqotlar ham aynan shu maqsadga xizmat qilmoqda. Mazkur tadbir tafsilotlari bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Nurafshon shahrida yoshlarning muammo va takliflarini bevosita o'rganish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan navbatdagi ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Shahar hokimi yoshlarning tashabbus va takliflarini bevosita eshitish, ularni qiynayotgan masalalarni birgalikda muhokama qilish va amaliy yechimlar ishlab chiqish uchrashuvining asosiy maqsadi ekanini ta'kidlab o'tdi. Muloqot davomida yoshlarni ijtimoiy loyihalar va davlat dasturlariga faol jalb etish, ularning bandligini ta'minlash, ta'lim olishi, zamonaviy kasb-hunarlarni egallashi hamda tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun yaratilayotgan imkoniyatlar muhokama qilindi. Shuningdek, yoshlar tomonidan ta'lim olish, ish bilan ta'minlash va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan bildirilgan murojaat va takliflar atroflicha ko'rib chiqildi. Har bir murojaat yuzasidan mas'ul tashkilot rahbarlariga aniq topshiriqlar berilib, ularning ijrosi nazoratga olindi. Bunday muloqotlarning ahamiyati shundaki, yoshlarning muammolari umumiy raqamlar yoki hisobotlar orqali emas, balki bevosita ularning o'zidan eshitiladi. Bu hududda yoshlar siyosatni yanada manzilli tashkil etish, mavjud imkoniyatlardan foydalanishdagi to'siqlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga xizmat qiladi.